Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Hozir sizlarga lifehack ko'rsatamiz. Aziz kuzatuvchilar, mana pechatkani olamiz. Mana pechatini bizga lifehack qatlaymiz. 4-5 qat qilib, mana chiroqni qatib qo'yadi. Kuzatib turgan bo'lsangiz, qatlagan joyimizni, mana bizga qismini, keyin tekis degan joyini o'zimizga kerakli razmerga qaychilaymiz. Chetlari bir tekis chiroqli bo'lib chiqadi. Mana shu ahvolda oxirigacha pechatkani oxirigacha qaychilanadi. Mana chiroqni qarang. Asosiysi, ularni olib, kengaytiramiz. Ochamiz, uzun albatta. Buni biz maydaroq o'zimizga kerakli darajada qilib olamiz. Bu bo'lmasa keraksa, mana bizning tramashlarimiz qarang. Chiroqlikni chetlar kirkirachalik emas, bir tekisda bo'lib chiqadi. Yana qiziq bo'lsa, qaysi mavzuda lifehack ko'rishlarimizni xohlasangiz, kommentga takliflar kirgizinglar. Biz takliflarni ko'rib chiqib, ko'p bo'lsa, albatta shu mavzuda rolik taxlashga harakat qilamiz. Rastvorimizga solib, akkuratni qo'yamiz. Mana qilib rastvorga uzoq muddatda sterilni turadi. Kimga agar qiziq bo'lsa, bu rastvorimizni nomi kommentga plus belgisini qo'yinglar. Biz bu rastvorimizni nomini sizga direktda yozamiz. Ko'rdingizmi? Sachalarim buni shunday olib ishlatsangizlar ham bo'ladi. Ko'ribsizlarmi? E'tiborlaringiz uchun rahmat. Vaqtlaringizni mana bo'lib qo'yasizlar. Baltatsaqsa, keyinchalik bu reznodranjni ishlatish mumkin. Kimga bu rasvor qiziq bo'lsa, Instagramda plus belgisini qo'llaninglar. Biz sizga bundan nomini aytamiz. Sog' bo'linglar, sachalarim tayning.